2 iplimi, 3 iplimi shu Avellolarimiz bor mana. Bunda bitta ninasini olib qolsangiz, salfetka, durra va tekstil matolar tikish uchun mo'ljallangan. Bu Avello'miz Jask modeli, ya'ni 768 model bo'ladi. Bu oz-moz ishlatilgan, $230 ozgina kam bor. Mayda bu yerda yangi mashina, ya'ni upakovka mashina ishlanmagani bor. Bu ham mana shu yuqorida ko'rsatilgan mashinalar bo'lib, bunimiz ham mana shu 2 ipli, 3 ipli, 4 ipli durra mato chitlar tikaveradi. Ya'ni bunimiz $260 ozgina kam bor. Bu yerda ham xuddi shunga o'xshagan, ya'ni Juku firmamizniki. Buni farqi shu yerda dizaynda farqi bor. Ya'ni bu mashinamiz ham $270 kami bor. Bu yerda Jagaka mana bu mashinamiz ham xuddi shu qatorlarda tikaveradi, hamma materiallaringlarni. Bu yerda mana Juku ham bor. Bu ham o'ziga yarasha mashina, yumshoq mashina. Bular barchasi Xitoy mashinalari bo'lib, ya'ni pastokka yuradigan inverter. Bu mashinalarimiz bir-biridan farqi shu narxida oz-moz farq qiladi xolos. Bu Jukuyimiz $250, oz-moz o'tib beramiz. Bu $270 oz-moz o'tib. Mana Jazz'da katta kallaligi, bu ham xuddi shu ko'rsatganimizdek, bu mashinalarimiz ham $320 inverter motori. Ya'ni Diso mashina orqada ko'rsatganimizdek, bu ham xuddi shular qatorida tikaveradi. Bu $240 oz-moz o'tib beramiz. Ya'ni mana Jazz firma raspashvolka bo'lib, bu holaga opa singillarimizga mana etadi bukkanni ishlatamiz. Bu mashinamiz $225 ozgina kam bor.